Google'da juda ko'p bepul instrumentlari bor. Ularni biznesni avtomatizatsiya qilishga yoki biznes jarayonlarini yengillashtirishga juda zo'r instrumenti bor. Google Docs degan. Buning uchun akkauntimiz bo'lishi kerak o'zimizni Google'da va bu yerda mana prilojeniyalari bor Google'da. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerdan osonroq ko'rsataman hozir. Shunda kirganimizda bu yerda mana dokument degan joylari bor. Sal pastlarga tushsak, forma degan joyi bor. Mana shu formadan juda zo'r foydalansa bo'ladi. Mana kirganimizda, formaga kirganimizda bizda variantlar beradi. Menda ham mana ishxonaga qilingan kasset bor, omborlar bor. Bu avtomatizatsiyaga juda yordam beradigan narsa. Onlayn platforma. Endi buning uchun biz pustoy formaga kiramiz. Pustoy formaga kirganimizdan keyin bu yerda yangi forma sozdat qilinishi kerak. Biz hozir qurilish firmasiga ombor degan narsalarni doimiy ravishda o'sha chiqarish bo'yicha qilamiz. Mana misol uchun bu yerga ombor deb yozamiz. Va kirilchada yozamiz. Hammasi kirilchada bo'la qolsin. Ombor deymiz. Ombor. Deylik mana Dilmurod aka. Buni endi tovarlarning nomini bu mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu yerda mana har xil narsalari bor. Buni bemalol o'zingizga moslashtirsanglar bo'ladi, yaxshilab bo'lgani. Bizga hozir muhimi misol uchun bu yerda yozishimiz mumkin tovar. Tovar nomi. Tovar nomi bu yerda biz misol uchun qurilish kompaniyasida juda ko'p perchatka ishlatishimiz mumkin. Perchatka deymiz. Perchatka kemakni добавить qilsak, mix, misol uchun mix ko'p ishlatilishi mumkin. Yoki kuygan sim. Yana nima ko'p ishlatilishi mumkin? Misol uchun sement. Bu oxirida mana bu добавить variant другойni qilsak, bu boshqa variantni ham qo'shib oladi. Misol uchun bizda assortimentimizda 50 tadan oshiq tovar bo'ladigan bo'lsa, 4 ta eng ko'p ishlatiladigan tovar bo'lsa, mana bu yerda другой qo'shsak, bu yerga o'zimizga ruchnoy yozsak bo'ladigan narsa. Buni oxirroqda tushuntirib o'taman. Endi bu birinchi tovar nomi. Endi ikkinchisi misol omborda bizda juda ko'p ishchilar bo'ladi, ya'ni o'sha quruvchilar. Quruvchilarni bizga ismi kerak. Quruvchi ismi yoki xodim ismi desak ham bo'ladi. Xodim ismi deganda misol uchun ko'proq oladigan odam bo'lishi mumkin. Atak bu yerga bitta mana bunaqa tekst abzas bitta dona odamni ismini yozsa bo'ladi. Endi bizning holatda misol uchun ko'proq odam oladigan bo'lsa, buni tanlaymizda. Misol uchun bu yerda ko'proq oladigan odamlar Anvar misol. Anvar. Keyingisi misol uchun Qudratilla. Keyingisi Nodir. Shunga o'xshab, bu yerda ham добавить другой qo'yib qo'ysak, bulardan tashqari yana kimdir oladigan bo'lsa, bu yerga o'zimiz qo'shib yozib olamiz. Endi yana keyingisi bu yerda bo'ladi. Misol uchun Anvar oldi. Bu yerda buni qancha olgani, miqdori, tovar miqdori deyilganda, bu yerda endi bitta dona spiska qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerga o'zi yozadi, kilosi nima yoki metr nima, shuni yozsa bo'ladi. Endi bizda mana xodim ismi oxirgiga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu shunda bosib turib mishka bilan pastga tushirib olsak bo'ladi. Pastga tushirsak, shunda pastga tushmayapti. Buni tepaga chiqazamiz bunda. Mana bunday qilib birinchi tovar nomi, keyin miqdori, keyin kim oldi bo'lishi mumkin. Yoniga bizga biron bir yana narsa qo'shadigan bo'lsak, izoh deb qo'yamiz. Misol uchun qanaqa vaqt oldi yoki nima qildi, qanaqa holatlar bo'ldi,
o'shalarni yozib qo'ysak bo'ladi. Endi buni oxiriga qo'yamiz, bunday qilib tepaga chiqazib olamiz. Shunda 4 ta bizada shablon bo'ldi. Endi bizada mana bitta zo'r narsasi bor, обязательный вопрос. Agar shu punkt to'ldirilmasa, shablonni jo'natmaydi, ya'ni formani jo'natmaydi. O'shaning uchun bunday qilib qo'ysak bo'ldi. Mana qizil yongani уже bu majburiy jo'natish kerak bo'lgan narsa. Misol uchun hammasini majburiy qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'lmasam jo'natmaydi formani. Chunki bizga muhim narsa bu tovar nomi kerak, keyin miqdori kerak. Bu ham muhim bizga, mana обязательный qilib qo'yamiz. Va xodim kim oldi? Kim olgani ham muhim bizga. Endi izoh muhim emas, buni to'ldirish muhim emas. Shuning uchun biz обязательный вопрос qilmaymiz. Buni to'ldirmasa ham formani yuboradigan qilsak bo'ladi. Endi mana shu narsa bo'ldi, tugadi. Endi mana установить связи bo'ladi. Ya'ni buni установить связь qilishdan oldin buni biza опубликовать qilishimiz kerak. Доступно по ссылке bu yerda yana qo'shiladigan bo'lsa, bu yerda mana redaktor vazifasi bu o'zgartirishga imkon beradigan bo'ladi. Agar kimda shu silka bo'lsa, mana Psycho есть ссылка deydiganni bossak, bu уже o'zgartirish kirita oladi jadvalga. O'shaning uchun buni kirgizmaymiz. Buni готово desak, buni опубликовать qilsak, уже bo'ldi. Bu narsa bor. Endi buni biz silkasini olsak bo'ladi. Mana korotkий qilsak, qisqa kichkinagina silka beradi bizga. Shuni kopировать qilib o'zimizga saqlanib qo'yamiz. Endi hozir mana Excelga saqlanib qo'ysak, keyin kerak bo'ladi. Endi buni jadvalini olishimiz kerak. Ya'ni qatga tushadi bu javoblar, установить связь qilishimiz kerak uchun. Mana buni yozamiz. Mana shunaqa holatda Excelga o'xshab tushadi mana. Vaqti, to'ldirilgan vaqti bo'ladi, nomi va buni biz ответni formani o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun Dilmurod aka deymiz. Dilmurod ombor deb qo'yamiz va bu biz jo'natgandan keyin kelib tushadigan joy bo'ladi. Mana bu saqlandi. Endi boyagi formani ochib ko'ramiz. Ya'ni biz bu yerga Excelga oldik. Excel deydi. Kopировать. Endi buni Google'ga qo'ysak ham bo'laveradi, misol uchun. Google'ga, masalan, Telegramga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Telegramga qo'ysak ham bo'ladi, botga ham qo'ysak. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi misol uchun tanlaymiz. Perchatka miqdori 100 ta. Kim oldi? Misol uchun Anvar oldi. Izoh 5-sektorga oldi. 5-sektorga oldi. Отправить qilamiz. Bu bizda javob ko'rinishida mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana vaqti 20:46 da 18-noyabrda perchatka oldi, 100 ta oldi va bu onlayn shunaqa davom etadi. Biz buni ham silkasini olsak bo'ladi. Mana kopировать qilib javob ko'rish uchun shunaqa kuzatiladi. Buni ham saqlanib qo'yamiz. Mana ikkita silka bo'ldi. Bittasi formani to'ldiradi, bittasida formani javoblari bo'ladi. Shunaqa holatda o'zimizga xohlagancha moslashtirib ishlasak bo'ladi.